Nima aka? Bobur tinchlikmi? Uyimizga qarzini so'rab keladigan bo'lgan odamlar. Oladigan joyim bor edi, telefon ko'tarmayapti aka. Telefonni ko'tarmayapti. Yer tagidan bo'lsa ham top. Tushundingmi? Borib kel. Ha. To'xtada. Sen o'z ko'ngli bo'shlik qilib bormaysan. Yur birga boramiz. Mana shu aka. Sardor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling aka. Sardor uydan? Akam chiqib ketgandilar. Chaqirib ber uyda-ku, ko'p gapirma. Rostdan chiqib ketganlar. Telefon qil. Tinchlikmi aka? Qarzi bor, telefonni ham ko'tarmay ishxonasida ham yo'q. Alo. Yoqqa ber. Alo. Boburman. Ha, o'chirib qo'y, qaytchiq. Kim ekan bolam? Mana qara, men sana Sardorda o'tirman, tushundingmi? Akang ko'rish kelganman. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom. Keling. Kimsiz? Sardor ko'rish ekan onajon. Kim bo'lasiz Sardorga? O'rtog'i bilan ona. Sardorni hamma jo'rasini taniyman. Yo sizdan ham qarzi bormi? Yo'q, onajon, qanaqa qarz? Sardor oyoq singaniga ko'rish kelgandim. Lekin sizni ko'rmaganman-da. Feruz taniysizmi? Ha, Feruzjon, Sardorning do'sti, har doim xabar olib turadi. Yaxshi bola. Boshiga tash tushdi-da, shu bolam bechorani. Hamma jo'ralari ketib qoldi. Feruz baraka topsin, yaxshi bola. Endi onajon, erkak kishi bir yiqilib bir turadi-da. O'sha payt kim haqiqiy, kim soxtaligi bilinib qoladi. O'g'liz dunyodagi eng kuchli inson. Xudo xohlasa yaxshi kunlaringiz ham keladi. Qarzlaringizdan ham qutulasiz. Faqat siz ungacha sog'lig'ingizni yo'qotib qo'ymang. Yaxshi kunlaringiz kelganda sog'lig'ingiz bo'lmay qolsa, uy ham tatmaydi. Ilohim aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling. Rahmat bolam. Charchalang. Rahmat. Nimaga unaqa qilding? Xavotirlanib chiqqanlarga onajonimiz ko'z oldimga keldi akajon. Onani begonasi bo'lmasga aka. Katta bo'lsan. Umrimda birinchi marta sen bilan faxrlanib ketdim. Malades.